Yo'q, qaysi ro'yxatga oldingiz? Shu direktor o'rinbosari. Direktor o'rinbosari, da'volar ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari. O'tirib oling siz ham. Mana kameraga bo'lib chiqasiz. Bu yoqqa o'tib oling. Nomzodlar qatoriga o'tirib olyapsiz. Kimda savol bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Baxtiyor aka. Davolash ishlari bo'yicha o'rinbosarlikka manimcha institutda 5-6 yil staji bor odamni olsa kerak. Malaka talablari, staj bilan bog'liq masalalar, Keyin baribir yana o'qishda davom etadi, ba'ziki ordinaturani. ordinatura, magistraturaga ketadi dalchi. To'g'rimi? Davolash bo'yicha o'rinbosar doimiy ishda bo'lishi kerak. Doimiy shifta bo'ladi. Shular tushuntirdimi? Ertalabdan kechgacha yerda bo'lishingizga to'g'ri keladi. Tayyormisiz bunga? Hop, qachon bitadi? O'qishmi? Ha, Xudo xolasa iyul oxirlariga deb iyul oxirlariga. Shunday qilsak, siz bitiring. Diplomni diplomni oling. Yana bir marta bizdan xabar oling. Nima gap so'zdir? Chunki ochig'ini aytaman, hamma narsani anaqasi bor, bosqichi bor. Ozgina sizni biz amaliyot sifatida ishlataylik o'zimizda. Dejurniy vrachmi deb ishlatib ko'raylik. Chunki biz siz haqingizda bu degani direktor o'rinbosari degani direktor yo'q paytda butun muruvvat uyini boshqaradi deganida. Ertaga sizni qaror qabul qilayotgan qarorlaringiz yuridik kuchga ega bo'ladi men yo'qlik paytimda. Har jihatdan siz shunga tayyorligingizni bilishimiz kerak. To'g'ri tushuning. Bu yerda ularning sog'lig'i bilan bog'liq, bolalarning sog'lig'i bilan bog'liq masalalarda jiddiy qarorlar qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Ana shu jihatdan ozgina amaliyotni ko'ring bizda. navbatchi vrachlik bo'lsa ham Amaliyotni ko'ring-da, amaliyotni ko'ring. Qanaqa kimlar bilan ishlaymiz? Qanaqa kasallik toifadagi insonlar bilan ishlaymiz? Qaysi tartibda ishlaymiz? Qaysi hujjatlar bilan ishlaymiz? Muhitni bitta his qilib ko'ring. Ana o'shandan keyin siz bilan bu masalalarga gaplashib ko'rsak bo'ladi. Bo'ladimi? bo'ladi. Hozirdan o prezident qarori bilan studentlarga ham ishlashga ruxsat berildi-yu, lekin zam direktor kamasida endi faqat Mayli, navbatchi vrach bo'lib, xudo xolasa ishlab tursin, sekin-sekin o'rib, to'g'ri. Avvalo kelganingizdan xursandmiz. Avvalo kelganingizdan xursandmiz. Ishlash istagidagiligingiz, shu tashkilot haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lib, shu yerda ishlayman deb o'zingizni loyiq deb topib kelganingiz uchun buning uchun avvalo sizga rahmat. Va bizning tavsiyamiz iltimos bo'lardi, hujjatlaringizni to'liq qilib bitirgandan keyin bir keling. Mana shu sizni bitta amaliyotni ko'raylik. Undan keyin ikkinchi etapda sekin bosqich boshlaymiz. Bo'ladimi? Bizda xafagarchilik, savollar yo'q. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat sizga. Yaxshi.